Bolalarim, farzandlarim sizlarga aytmoqchiman. Prezident sizlarga aytyapti. Sizlar meni suyanchim, tayanchim. Qo'rqmanglar, marrani katta qo'yinglar. Agarki bu O'zbekistonning ramzi parvozga tayyor bo'lib turib qanotini qoqib parvozga tayyor bo'lib turgan endi ko'tarilayotgan mamlakat. Mana bu shu timsoli. Bular bo'lsa ikkita laylar, oppoq laylar. Bir oyoqda turish kerak. Tushunarlimi? Ya'ni bitta bu oyoqda tursangiz, bu ishonchi bo'lar ekanki, atrofida hech narsa uni qo'rqitmaydi. Xatar jonozga kelganda miyasi kichkina bo'lsa ham qara shu narsani tushunar ekan. Bu anonisi menga yoqadi. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Jumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. Agarki xalqni g'urur, iftixori, mag'rurlanish unga munosib bo'lmasa, agar bu xalqning ertangi kuni yo'q. Ey insanlar budur eşk, en şirin duygudur eşk. Seven yüreklerdeki bir ömür kaygıdır eşk. Ben o divane adam, eşkimle arkamda dağım. Ne kadar ki ben param, benimle yaşayın.